Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Demak, gastroskopiya amaliyotimizni boshlayapmiz. Bemorimiz bizlarga 5 yillik bepushtlik bilan murojaat qilib kelganlar. Tekshirib ko'rganimizda xo'jayinlarning urug'ida muammo borligini ko'rdik va eko amaliyotini tavsiya berdik. Eko amaliyot natijasida 5 ta a'lo sifatli embrionlar yig'ib oldik. Demak, bepushtlik davomiyligi 3 yildan oshgan bemorlarga albatta gastroskopiya amaliyotini, diagnostik gastroskopiya amaliyotini tavsiya qilamiz. Shu bemorimizda hozir nimalar borligini bachadon ichida albatta ko'ramiz va sizlar bilan bo'lishamiz. Salomat bo'linglar. Demak, mana bachadon ichi, chap bachadon nayining yo'li, o'ng bachadon nayining yo'li, bachadonning oldingi devori. Mana bu kichkina mikropoliplarni ko'rib turibmiz. Bachadonning ichida o'sib chiqqan. Mana bu yerda ham bor. Va mana bu bachadonning orqa devorida ham mana bunaqa bo'rtib chiqqan polipsimon hosilalarni ko'rib turibmiz. Bu poliplar hozir kesib olinadi. Demak, mana bachadon ichi, mana bu yer chap bachadon nayining yo'li, o'ng bachadon nayining yo'li, bachadonning ichidagi poliplar kesib olindi. Demak, bemorimiz embrion transferga tayyor. Keyingi sikldan boshlayversak bo'ladi. Salomat bo'linglar.